2 oktyabr yakshanba kuni Turkiya İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversiteti Topkapı yig'in zalida Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Jamiyati, Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Uyg'ur Akademiyasi birlikda shoir professor doktor Sultan Mahmud Qashqariyning adabiy ijodiyatining 70-yilligi, akademik emgaklarining 55-yilligi, 85 yosh qutlug' kunini, 20-asrda yashab o'tgan shoir, dramaturg va mustamlika qarshi tashkilotchi marhum Lutfulloh Mutallibning tug'ilganligining 100 yilligini xotirladi. 1 oktyabr Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonni besib olganligining zulmatlik 73 yilligi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Uyg'ur Akademiyasi, har qaysi davlatlardagi Sharq Turkiston jamiyatlari va aktiv faoliyatchilar o'zlari turishliq davlatlarda namoyish o'tkazib, Xitoy kommunistlarining navbatda ilib berayotgan inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni fosh qildi. Shundaqla virusni nol saviyaga tushirish siyosatini bahona qilib, Sharq Turkistonni qamal qilib, och qo'yib, qirg'in qilish harakatiga ochliq e'lon qilish qatorliq jonliq shaklda qattiq qarshi noroziligini bildirdi. 30-sentabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqunaysa apandi lager shohidi Qalbinur Sidiq boshchiligidagi hay'at Yaponiya parlamentida guvohlik berib, Uyg'urlar nomidan talab xati sundi. Yig'inga har qaysi siyosiy partiyalarning parlament a'zolari va Uyg'ur do'stlik guruhi raisi, parlament a'zosi boshchiligidagi parlament a'zolari ishtirok qilgan. Yig'in oxirida Dünya Uyg'ur Qurultiyi sungan talab xatiga barliq parlament a'zolari ijobiy javob berib, Xitoyga qarshi harakatga o'tilganligini bildirgan. Yig'in Yaponiya bilan Xitoyning diplomatiyalik munosabat o'rnatganligining 50-yilligiga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa, kishilarning qattiq qiziqishini qo'zg'agan. Mazkur yig'inga 400 atrofida kishi $10 bilet setib olib qatnashgan. Yig'inda guvohlik bergan Qalbinur Sidiq xonim o'zining nurg'un davlatlarda guvohlik berganligini, lekin Yaponiyadagi qiziqishning nihoyat yuqori ekanligini ilgari surgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30-sentabr kuni Kreml sarayida shartnoma imzolab, Rossiya armiyasi qisman ishg'ol qilgan Ukraina 4 rayonining ziminni qo'shib olish musofasini rasmiy boshladi. Putinning bu harakati xalqaro qonun va BDT nizomnomasini tubdan foydasiz deb qarab qolmay, yana 7 oy davomlashgan tajovuzchilik urushini zo'r darajada kuchaytirib, mo'lcharligi bo'lmaydigan istiqbol bilan yangi bosqichga ilib kirgan. Putin qo'limizdagi barliq vositalarni ishlatamiz deb yangidan qo'shib olingan rayonlarni qo'g'daydiganligini bildirgan. Atalmış barliq vositalarning yoshurun yadro qurollarini ishlatish tahdidi deb qaralmoqda. Putin Ukrainani o'ltirib Rossiya bilan tinchlik suhbat o'tkazishga chaqirgan. Ammo 4 rayonning yangidan qo'shilgan zimin ekanligini, Ukrainaga qaytarish to'g'risida so'z qilishni rad qildi. Putinning bu tajovuzchilik qo'shib olish harakati boshlagandan keyinla Yevropa birlashmasi birlashim bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukrainaning 4 rayonni qonunsiz qo'shib olganligini rad qildi va aybladi. Yaqinda taratqularning tekshirishi qaraganda, Xitoy soqchilari Kanadaning Toronto shahrida rasmiy bo'lmagan 3, ya'ni chet ellik soqchi punkt qurgan bo'lib, bu har qaysi sohadagilarning Xitoyning davlat xalqiga bostirishiga bo'lgan andisini qo'zg'amoqda. Egilishicha, Torontoda qurilgan Xitoyning chet ellik soqchi punkti bo'lsa, Xitoy Kommunistik partiyasining 10 necha davlatga joylashgan 50 dan ortiq organlarining bir qismi ekan. Sentabr oyining o'ttirlarida hukumatsiz kishilik huquq tashkiloti tomonidan e'lon qilingan dokladda bu chet ellik soqchixonalarning Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi qarmog'idagi jamoat xavfsizligi idorasining boshqarishida bo'lib, asosligi chet ellarda ixtiyorsiz majburiy yurtga qaytarish siyosatini yurgizdi ekan. Germaniya davlat radio stansiyasining xabariga qaraganda, Germaniya Federatsiya parlamenti Berlin Tayvan do'stlari vakillar o'miki 1 oktyabrdan 7 oktyabrgacha Tayvanga ziyoratga borgan. Bu 2019-yildan buyangi tunji uchrashish bo'lib, Xitoyning bu parlament a'zosining Tayvan safariga qanday muomala qilganligini kuzatishga to'g'ri keladi. Germaniya vakillar o'miki Tayvan hukumatı, parlament, savdo vakillari va fuqarolar jamiyat vakillari bilan suhbat o'tkazib, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat, ikki taraflik munosabat va davlat xalqiga munosabatning taraqqiyotiga munosabatlik masalalarni muzokara qilishni planlagan ekan.